Saodat asri qissalari. Amr ibn Hishom, Abu Jahl. Bir kuni masjidi haramda o'tirganlarning yuzida shayton kulgi zohir bo'ldi. Oralardan bittasi lom mim demay qo'llari bilan Rasululloh sallallohu alayhi vasallamni ko'rsatdi. Bu ishora bahona bo'ldi-yu uchqun alanga oldi. Amr birodarlarining biron nima deyishini kutib ham o'tirmay o'rnidan turdi va faxr koinot bo'lmish payg'ambar sallallohu alayhi vasallam tomon qadam tashladi. O'tirganlarning ortdan uni zo'r hayajon bilan kuzata boshladilar. Hammani bitta masala qiziqtirayotgan edi. Amirning bu tashabbusi qanday natija keltirar ekan? O'ylashimcha, Amir Abu Tolibning jiyanini bu safar ayab o'tirmasa kerak, dedi birovi. Menimcha esa bu ish bilan tugamaydi, dedi boshqasi. Bular shu tariqa bahslashar ekan, Amir Ka'ba qarshisida namoz o'qib o'tirgan Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga yaqin boraverdi. So'ng bu yoqdan kuzatib o'tirganlar Amirning birdaniga ortga tisarilganini, qattiq qo'rquv ichida chekina boshlaganini ko'rdilar. Hech kim bu holatga bir ma'no bera olmadi. Bir necha odim ilgarilamoqchi bo'lgan Amir yana tuyqus ortiga qaytdi. Nihoyat yuzlari sarg'ayib ketgan bir alpozda birodarlarining yoniga keldi. "Yo Abul Hakam, senga nima bo'ldi?" deb so'rashdi hangomatalab oshnalari. Haqiqatni yashirishga ham Amirning holi yo'q edi. Asabiy va titroq bir ovozda voqeani tushuntira ketdi. "Yoniga yaqinlashganimni bilaman. Birdan o'rtamizda ichi olovga to'la bir chuqur ochilib kelayotganini ko'rib qoldim. Umrimda bunchalik lovullab yonayotgan olovni ko'rgan emasman. O'sha chuqurga tushib ketmaslik uchun orqaga chekinishga majbur bo'ldim", dedi. "Boshingdan oftob o'tib ketibdi, Abul Hakam. Xayollarga berilibsan." "Men xayolga beriladigan odammanmi?" "To'g'ri-ku, ammo bu yerda o'tirgan shuncha odamning ko'zi ko'r bo'lmasa kerak." Amir kulgiga qolishni sira istamas edi. "Lovullab olov yonib turgan o'sha chuqurni o'z ko'zlarim bilan ko'rdim axir. Sal bo'lmasa yuzlarim kuyar edi." "Xo'sh, unda sen aytayotgan o'sha chuqur endi qayoqqa g'oyib bo'ldi?" Amir nima deyishini bilmay qoldi. Boyagi joyiga qaytib bordi. Diqqat bilan razm soldi. Ammo o'rtada na chuqur bor edi, na olov. "Ha-ya", deya po'ng'illadi. "Meni sehrlagan bo'lsa kerak. Qo'rqqaningdan ko'zingga ko'ringan bo'lmasin tag'in, ey Amir", deyishdi sheriklari kinoyomiz ohangda. "Men hech kimdan qo'rqmayman. Ammo biz avvaliga senga borma dedik, ogohlantirdik, o'zing quloq solmading." Amir o'rnidan turdi. Uyida bir oz dam olmasa, bu hayajonni hali beri to'xtata olmasligiga amin bo'lgan edi. Qurayshlarning oqsoqollari yig'ilishib Abu Tolibning uyiga borganlaridan buyon ham mana 1-2 oy o'tib qoldi. Ammo payg'ambarning sallallohu alayhi vasallam da'vatlari aslo susaymadi. Valid ibn Mughira Amr ibn Hishomni kechki payt uyida qabul qildi. O'tirib rosa suhbatlashdilar. Kun sayin keskinlashayotgan vaziyat to'g'risida fikr almashdilar. Hoshimiylarning yetakchisi bilan yana bir uchrashishga qaror qildilar. Ertasi kuni yana Abu Tolibning uyiga keldilar. Kela solib dag'dag'a qila boshladilar. "Yo uni bu da'vosidan qaytarasan, yoxud bizning qahr g'azabimizdan muhofaza etishdan voz kechasan", deb masalani ko'ndalang qo'ydilar. Abu Tolib jiyanning fazilatlarini, ustunliklarini uqtirishga urinsa hamki foydasi bo'lmadi. "Bilamiz, biz ham uni yolg'onchi deyotganimiz yo'q. Yomon ham demaymiz. Ammo bizning ilohlarimizga til tekkizishni aslo istamaymiz. Bu taklifimizga rozi bo'lsa, unga qancha yordam bo'lsa tayyormiz." Abu Tolib ikki o't orasida qolgan edi. "So'zlaringizni unga uqtirishga urinib ko'raman. Bu masalani hal qilishga qo'limdan kelgancha g'ayrat qilaman", deya oldi xolos. Ular chiqib ketganlaridan so'ng boshini qo'llarining orasiga olib uzoq vaqt o'ylanib qoldi. Pastga tupuray desa soqoliga, balandga tupuray desa mo'yloviga tegadi. Jiyani hech qanaqa foydasi yo'q, zarari ham degan butlarga ulkan Makka xalqi qatori Abu Tolib ham sig'inar edi. Ushbu e'tiqod bilan qanchadan qancha aqli raso kishilar yashab o'tib ketgan edi Makkada.
ammo har jihatdan fazilat namunasi bo'lgan jiyaniga biron narsa ham deya olmasdi. Odamlarni da'vat etayotgan dinining, ularga buyurayotgan ibodat va axloqning hech bir nuqsoni yo'q edi. Kamchilik topish uchun vijdonsiz odam bo'lish kerak. Holbuki Abu Tolib insof va tavfiqli, vijdonli bir inson edi. Miyasida chuvalashgan ming xil o'y fikrlar ila kurashayotgan Abu Tolib bir muncha vaqt o'tgandan keyin bolalardan biriga buyurdi: "Menga Muhammadni chaqirib kel." "Meni chaqirdingizmi, amaki?" Abu Tolib aqli raso, vazmin bir kishi edi. "Kel o'g'lim, yonimga o'tir", dedi mehribonlik ila. So'ngra bo'lgan voqeani batafsil gapirib berdi va oxirida: "O'g'lim, ko'rib turganingday, endi men ham ancha keksayib qoldim. Meni kuchim yetmaydigan bir ishga aralashtirma bolam", dedi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam bu so'zlarni eshitib, ko'ngillari g'ashlandi. Ajabo, bu so'zlar endi men seni himoya qila olmayman deganimikan? Yoshli ko'zlarini amakilariga qaratdi. "Amaki, men bu ishga o'z boshimchalik bilan qo'l urayotganim yo'q. Qasam ichib aytamanki, bu da'vatdan voz kechish uchun o'ng qo'limga quyoshni, chap qo'limga oyni qo'ysalar yoki meni ikki dunyo podshohi qilsalar ham bu vazifamni tark eta olmayman yoki bu yo'lda o'lib ketaman", dedilar qat'iy. Keyin o'rinlaridan turdilar, g'amgin alpozda chiqib ketdilar. Abu Tolib jiyanning yoshli ko'zlarini ko'rib dili vayron bo'ldi. Umr bo'yi xafa qilmaslik uchun necha martalab fidokorlik qilgan edi. Endi uning bu ahvoliga rozi bo'la olarmidi? "Suyukli jiyanim", deb chaqirdi ortlaridan. Payg'ambarimiz qaytdilar. Abu Tolib dilidagi gapni aytdi. "Xo'p, sen vazifangni bamayli xotir bajaraver. Qasamlar bo'lsinki, toki men tirik ekanman, senga hech kim zarar yetkaza olmaydi", dedi.